Agar qo'lingizda hali ham eski namunadagi pasport bo'lsa, bu ma'lumotni bugun eshitib darhol tekshirishingiz kerak. Chunki 12 iyuldan keyin ayrim holatlarda hujjat bilan bog'liq ishlar, ro'yxatdan o'tish, bankdagi amaliyotlar, davlat xizmatlari, chegara va boshqa rasmiy jarayonlarda siz kutmagan muammolar chiqishi mumkin. Men buni sizni qo'rqitish uchun emas, oldindan tayyor bo'lishingiz uchun aytyapman. Bu masala nafaqat sizga, balki ota-onangizga, qo'shnilaringizga, qishloqda yoki mahallada eski pasport bilan yurgan odamlarga ham tegishli bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bunday ogohlantirishlar ko'p odamga vaqtida yetib bormaydi. Keyin esa odamlar navbatda turib, hujjat yetishmay qolib, nega oldim bilmadim deb afsus qiladi. Men bugun sizga hammasini oddiy tilda tushuntirib beraman. Kim xavotir olishi kerak, kimga bu o'zgarish ta'sir qilmaydi. Qaysi hujjatlarni tayyorlash kerak va eng muhimi 5 kun ichida nimalarni tekshirib qo'yish zarur. Avvalgi tartibda ko'pchilik eski pasport bilan yashab kelaverardi. Kimdir uni faqat uyda saqlab qo'ygan, kimdir bankka borganda ishlatgan, kimdir pensiya, nafaqa, kommunal to'lov, sim karta yoki boshqa xizmatlarda shu hujjatni ko'rsatgan. Ayrim odamlar esa pasportning muddati, undagi yozuvlar, ro'yxat manzili yoki familiya o'zgarganidan keyingi holatlarni jiddiy qabul qilmagan. Masalan, ayol kishi turmushga chiqqan, familiyasi o'zgargan, lekin eski pasportda hali ham avvalgi familiya turibdi. Yoki odam boshqa tumanga ko'chgan, lekin ro'yxat hali eski manzilda qolgan. Yoki pasport eskirib, rasmi aniq ko'rinmaydi. Sahifalari yirtilgan, muhrlari xira bo'lib qolgan. Ilgari bunday holatlarda ko'p joyda mayli o'taveradi deb qaralardi. Lekin raqamli tizimlar kengaygani sari hujjatlardagi har bir ma'lumot bazadagi ma'lumot bilan mos kelish kerak bo'lyapti. Davlat xizmatlari, bank tizimi, mobil aloqa operatorlari, notarial idoralar, pensiya va ijtimoiy himoya tizimlari hammasi asta-sekin yagona elektron bazalarga ulanmoqda. Natijada pasportdagi bitta harf xatosi, tug'ilgan sana bo'yicha farq, eski ro'yxat, muddati o'tgan hujjat yoki yangilanmagan ma'lumot oddiy ishni ham to'xtatib qo'yishi mumkin. 2 iyuldan keyin o'zgaradi deyilayotgan gapning eng muhim joyi shunda. Eski pasporti bor odam hujjatini tekshirtirmasa, yangilash talab qilinadigan holatlarda kechiksa yoki ma'lumotlar bazada mos kelmasa, xizmat olishda rad javobiga uchrashi mumkin. Bu degani hamma odamning pasporti bir kunda bekor bo'lib qoladi degani emas. Men buni alohida ta'kidlayman. Lekin eski pasport bilan yurgan har bir odam o'z holatini tekshirishi shart. Chunki muammo pasportning o'zida emas, u bilan bog'liq amaliyotlarda chiqadi. Birinchi navbatda eski namunadagi pasporti bor va uni hali yangi hujjatga almashtirmagan fuqarolar e'tiborli bo'lishi kerak. Ayniqsa pasportning amal qilish muddati tugashiga yaqin qolgan bo'lsa yoki allaqachon tugagan bo'lsa, buni ertaga qoldirmaslik kerak. Ko'p odam men hech qayerga chiqmayman, menga pasport kerak emas deb o'ylaydi. Lekin bu noto'g'ri. Pasport faqat chet elga chiqish uchun emas. Bank kartasini tiklash, omonat ochish, pensiya masalasini hal qilish, uy, joy hujjatlarini rasmiylashtirish, meros masalasi, notarius, tibbiy xizmat, ayrim ijtimoiy yordamlar. Hatto ayrim hollarda telefon raqamini o'z nomingizga rasmiylashtirish uchun ham shaxsni tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Ikkinchi guruh yoshi katta insonlar, ota-onalarimiz, buvilarimiz, bobolarimiz ko'pincha hujjat masalasini oxirgi o'ringa qo'yadi. Ular pasportim bor-ku deb yuraveradi. Lekin eski pasportdagi surat 20 yil oldingi bo'lsa, hozirgi ko'rinish bilan mos kelmasa, idorada xodim savol berishi mumkin. Masalan, 58 yoshli otaxon bankdan pensiyasini olish uchun karta masalasida murojaat qiladi. Bank xodimi pasportdagi ma'lumotni tizimga kiritadi. Lekin eski hujjat bo'lgani uchun qo'shimcha tekshiruv so'raladi. Yoki ma'lumotlar mos kelmaydi. Otaxon yana migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga borishi kerak bo'ladi. Bu esa bitta ish uchun 2-3 kun yo'qotish degani. Uchinchi guruh, familiyasi, ismi, otasining ismi yoki oilaviy holati o'zgarganlar, turmushga chiqqan ayollar, ajrashganlar, ism familiyasini sud yoki fajadi yo'l orqali o'zgartirganlar eski pasport bilan yurgan bo'lsa, ular albatta hujjatlarini tekshirtirish kerak. Chunki bir joyda eski familiya, boshqa joyda yangi familiya tursa, tizim sizni bitta shaxs sifatida darhol aniqlamasligi mumkin. Masalan, bank kartasi yangi familiyada, pasport eski familiyada, nikoh guvohnomasi alohida. Oddiy pul o'tkazmasi.
Kredit tarixi yoki nafaqa hujjatida ham muammo chiqishi ehtimoli bor. 4-guruh chet elga chiqishni rejalashtirayotganlar. Bu yerda masala yanada jiddiy. Chegaradan o'tish, aviachipta, viza, xorijiy davlatda ro'yxatdan o'tish, konsullik xizmatlari, ishga ruxsatnoma kabi jarayonlarda hujjatdagi ma'lumot juda aniq bo'lishi kerak. Agar eski pasportingiz bilan avval ish bitgan bo'lsa ham. Endi yangi talablar yoki elektron tekshiruvlar sababli qo'shimcha savollar tug'ilishi mumkin. Masalan, odam 12 iyuldan keyin Rossiya, Qozog'iston, Turkiya yoki boshqa davlatga borishni rejalashtirgan, chipta olingan. Lekin aeroportda hujjat bo'yicha noaniqlik chiqsa, chipta puli ham, vaqt ham, reja ham kuyishi mumkin. Agar sizda amaldagi yangi hujjat, ya'ni ID karta yoki biometrik pasport bo'lsa, undagi ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, amal qilish muddati tugamagan bo'lsa va siz ro'yxat manzilingizni ham yangilab qo'ygan bo'lsangiz, vahimaga tushishga hojat yo'q. Lekin baribir men bitta narsani maslahat beraman, hujjatni qo'lga olib. Undagi barcha ma'lumotni tekshiring. Ism, familiya, tug'ilgan sana, qaysi shahar, ro'yxat manzili, hujjat berilgan sana va amal qilish muddatini ko'rib chiqing. Chunki odam ko'pincha o'z hujjatidagi xatoni faqat idorada ish to'xtaganda bilib qoladi. Agar siz yaqinda pasportingizni yangilagan bo'lsangiz, lekin eski pasport nusxalari bankda, ish joyida, o'qish joyida yoki boshqa tashkilotda qolgan bo'lsa, ularga ham yangi hujjat ma'lumotini yetkazish kerak bo'lishi mumkin. Bu juda muhim nozik jihat. Chunki hujjatni yangilashning o'zi yetarli bo'lmaydi. Uni ishlatayotgan tashkilotlar bazasida ham yangi seriya, raqam va sana aks etishi kerak. Aks holda, masalan, bankda kartangiz ishlaydi, lekin yangi xizmat ulashda eski pasport ma'lumotlari chiqib qoladi. Birinchi misol. Bir ayol pensiya yoshiga yaqinlashgan. Uning pasporti eski, turmushga chiqqanidan keyin familiyasi o'zgargan, lekin ayrim hujjatlarda eski familiya qolgan. U pensiya hujjatlarini topshirgani bo'lganda, mehnat daftarchasidagi familiya, diplomdagi familiya, pasportdagi familiya va nikoh guvohnomasidagi ma'lumotlar solishtiriladi. Agar hammasi tartibda bo'lmasa, undan qo'shimcha ma'lumotnoma so'raladi. Natijada pensiya tayinlash jarayoni cho'zilishi mumkin. Bu yerda muammo ayolda emas, hujjatlarning bir-biriga ulanmaganda. Ikkinchi misol, bir yigit kredit olmoqchi. Bank uning shaxsini tekshiradi. Pasport eski. Ro'yxat manzili boshqa tuman, telefon raqami boshqa odam nomida, ish joyidagi ma'lumot esa yangi manzilda. Bank xavfsizlik nuqtai nazaridan bunday arizani qo'shimcha tekshiruvga yuborishi yoki rad etishi mumkin. Yigit mening daromadim bor-ku deydi. Lekin bank uchun daromaddan tashqari shaxsiy ma'lumotlarning tozaligi ham muhim. Uchinchi misol, keksa ona ijtimoiy yordam olish uchun murojaat qiladi. Pasportdagi manzil eski mahallada qolgan, amalda esa u farzandinikida yashaydi. Tizim bo'yicha u boshqa hududda ko'rinadi. Mahalla ijtimoiy himoya va boshqa idoralarda savol tug'iladi. Odam qayerda yashaydi? Qaysi hudud unga xizmat ko'rsatish kerak? Yordam qaysi manzil bo'yicha rasmiylashtiriladi? Agar hujjat oldindan yangilangan bo'lsa, bu savollar ancha kamayadi. 4-misol. Bir odam uy sotmoqchi yoki meros hujjatini rasmiylashtirmoqchi. Notarius pasportdagi ma'lumotni ko'radi, kadastrdagi ma'lumot bilan solishtiradi. Eski pasportdagi ismda bitta harf farqi bo'lsa ham, masalan, Shuhrat bir joyda Shuhrat bo'lib yozilgan bo'lsa, notarius hujjatni to'xtatib, avval ma'lumotni aniqlashtirishni talab qilishi mumkin. Uy joy, meros va mol-mulk masalasida bunday kichik farq ham katta kechikishga sabab bo'ladi. Eng ko'p uchraydigan xato shuki, odam pasportning faqat amal qilish muddatiga qaraydi. Aslida tekshiriladigan narsa bundan ko'proq. Birinchisi, hujjatning jismoniy holati. Agar pasport yirtilgan, nam bo'lgan, varaqlari tushgan, rasmiy ko'rinmaydigan yoki muhrlari o'chgan bo'lsa, u rasmiy jarayonda shubha tug'dirishi mumkin. Ikkinchisi, ma'lumotlar mosligi. Pasport, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, diplom, mehnat daftarchasi, bank ma'lumotlari va soliq tizimidagi ma'lumotlar bir-biriga mos bo'lishi kerak. Uchinchisi, ro'yxat manzili. Ko'pchilik buni e'tiborsiz qoldiradi. Lekin manzil masalasi juda ko'p xizmatlarda ahamiyatli. Farzandni bog'chaga yoki maktabga joylashtirish, mahalladan ma'lumotnoma olish, ijtimoiy yordam, ayrim tibbiy xizmatlar, saylov ro'yxatlari, kommunal to'lovlar bilan bog'liq masalalarda ro'yxat manzili muhim bo'lishi mumkin. Agar siz boshqa joyda yashasangiz, lekin hujjatda eski manzil bo'lsa, keyin buni isbotlashga vaqt ketadi. 4-JSHR raqami. Hozir ko'plab elektron xizmatlar aynan
shu raqam orqali ishlaydi. Agar sizda bu raqam bilan bog'liq xatolik bo'lsa yoki biror bazada noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, xizmatlar ishlamasligi mumkin. Masalan, davlat xizmatlari portalida ro'yxatdan o'tolmaysiz. Bank identifikatsiyasi o'tmaydi yoki sug'urta ma'lumotlari chiqmaydi. Shuning uchun faqat pasport rasmiga qarash yetarli emas, raqamlar ham tekshiriladi. 5-si, eski pasportni almashtirgandan keyin uni hamma joyda yangilash masalasi. Ko'p odam ID karta oladi. Keyin eski ma'lumotlar qayerlarda qolganini unutadi. Ish joyida kadrlar bo'limi, bank, sug'urta, oliy o'quv yurti, mobil operator, kommunal xizmatlar, notarial ishlar, soliq va boshqa tizimlarda yangi hujjat ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Ayniqsa kredit, omonat, uy-joy, avtomobil, meros yoki sud ishlari bor odamlar buni alohida tekshirishi zarur. Har bir holat bir xil emas. Masalan, kimdadir eski pasport bor, lekin u hali amalda. Ma'lumotlari to'g'ri va odam hech qanday rasmiy amaliyot qilmayapti. Bunday holatda ham darhol vahima qilish kerak emas, lekin tekshirish kerak. Kimdir xorijda yashayotgan bo'lishi mumkin. Bunday odamlar konsullik orqali qanday tartib borligini aniqlashi zarur. Chunki chet eldagi fuqarolar uchun hujjat almashtirish, qaytish guvohnomasi, konsullik ro'yxati va boshqa tartiblar alohida bo'lishi mumkin. Yana bir nozik jihat navbatlar. Odatda muddat yaqinlashganda hamma bir vaqtda yuguradi. Natijada davlat xizmatlari markazlari, migratsiya bo'limlari yoki boshqa idoralarda navbat ko'payadi. Siz 5 kun bor deb o'ylaysiz, lekin amalda birinchi kuni hujjat yig'asiz. Ikkinchi kuni navbat topolmaysiz. Uchinchi kuni rasm yoki to'lov masalasi chiqadi. To'rtinchi kuni qo'shimcha ma'lumotnoma so'raladi. Shuning uchun bugunoq tekshirish kerak. Ayniqsa yosh katta qarindoshlar uchun oldindan vaqt olib, ularga hujjatlarni yig'ishda yordam berish lozim. Yana bir ehtiyot chorasi. Internetdagi har qanday xabarga ko'r-ko'rona ishonmang. Men ekspert sifatida har doim rasmiy manbani tekshirishni maslahat beraman. Davlat xizmatlari markazi, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi, mahalla, bank yoki tegishli tashkilotning rasmiy izohini so'rang. Lekin bu hech narsa qilmayman degani emas. Rasmiy ma'lumotni tekshirish bilan birga o'z hujjatingizni ham qo'lga olib ko'rib chiqing. Eng to'g'ri yo'l shu. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, pasportingizni yoki ID kartangizni qo'lga oling. Undagi ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana, hujjat raqami, berilgan sana. Amal qilish muddati va ro'yxat manzilini tekshiring. Agar biror joyda xato, o'chgan yozuv, yirtilgan sahifa yoki shubhali holat bo'lsa, uni kechiktirmang. Ikkinchi qadam, oiladagi yosh katta insonlarning hujjatini tekshiring. Ko'pincha muammo aynan ularda chiqadi. Chunki ular internetdagi xabarlarni ko'rmaydi, muddatlarni bilmaydi. Idoraga borishni keyinga qoldiradi. Ota-onangiz, qaynona, qaynotangiz, qo'shningiz, yolg'iz yashaydigan keksa tanishingiz bo'lsa, ulardan pasportingizni ko'rsatib qo'ying. Amal qilish muddatini tekshirib beray deb so'rang. Bu oddiy yordam, lekin katta muammoning oldini oladi. 3-qadam. Agar hujjatni almashtirish kerak bo'lsa, davlat xizmatlari markaziga yoki migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga murojaat qiling. Hududingizda qaysi idora bu xizmatni ko'rsatishini oldindan aniqlang. Ba'zi xizmatlar elektron navbat orqali, ba'zilari bevosita murojaat orqali bo'lishi mumkin. Borganingizda shaxsni tasdiqlovchi eski hujjat, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, manzil bilan bog'liq hujjatlar. Kerak bo'lsa to'lov kvitansiyasi talab qilinishi mumkin. Aniq ro'yxat hudud va holatga qarab farq qilishi mumkin. Shuning uchun borishdan oldin telefon orqali yoki rasmiy saytdan tekshiring. 4-qadam. Agar familiyangiz o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatni tayyorlang. Agar pasportdagi ism boshqa hujjatlarda boshqacha yozilgan bo'lsa, FHD yoki tegishli idoradan aniqlashtirish kerak bo'lishi mumkin. Bu ishni oxirgi kunga qoldirsangiz, bitta harf xatosi sizni bir necha kun ovora qiladi. 5-qadam. Bank va boshqa tashkilotlardan ma'lumotlaringizni yangilang. Yangi hujjat olganingizdan keyin bankka boring yoki ilova orqali imkon bo'lsa, identifikatsiyani yangilang. Ish joyingizdagi kadrlar bo'limiga yangi hujjat nusxasini bering. Mobil operatorga, sug'urta tashkilotiga, o'qish joyiga yoki boshqa muhim tashkilotlarga ham kerak bo'lsa ma'lumotni yangilang. Bu ayniqsa kredit, maosh kartasi, pensiya kartasi, stipendiya, aliment, ijtimoiy yordam yoki shartnoma asosidagi to'lovlar bilan bog'liq odamlar uchun muhim.
Oltinchi qadam, agar chet elga chiqmoqchi bo'lsangiz, chipta olishdan oldin hujjatni tekshiring. Pasport muddati safar tugaguncha yetadimi? Undagi ma'lumot aviachiptadagi ma'lumot bilan bir xilmi? Familiya lotin harflarda qanday yozilgan? Tug'ilgan sana to'g'rimi? Viza yoki ruxsatnoma uchun talablar qanday? Bularning hammasi ko'rib chiqing. Chet el safarida bitta harf farqi ham aeroportda savol tug'dirishi mumkin. 7-qadam, hujjatlaringizning tartibli papkasini qiling. Eski pasport, yangi hujjat, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, ajrim hujjati, farzandlarning hujjatlari, manzilga oid ma'lumotlar, kadastr hujjatlari, mehnat daftarchasi va diplom nusxalarini alohida saqlang. Men ko'p holatlarda ko'raman, odam idoraga boradi, asosiy pasporti bor. Lekin qo'shimcha guvohnoma uyda qolgan. Keyin yana uyga qaytadi, yana navbat oladi. Bir papka qilib qo'yish juda oddiy, lekin vaqtingizni tejaydi. Ayrimlar 2 iyuldan keyin hamma eski pasportlar bir kunda yaroqsiz bo'ladi deb vahima tarqatishi mumkin. Bunday gapni eshitsangiz, avvalo rasmiy manbani so'rang. Hamma hujjat bir xil tartibda bekor bo'lmaydi. Har bir hujjatning turi, muddati, egasining holati va qaysi xizmat uchun ishlatilayotgani muhim. Lekin ikkinchi tomondan hech narsa bo'lmaydi, yuravering degan gapga ham ishonib qolmang. Eng to'g'ri pozitsiya vahima qilmasdan. Lekin mas'uliyat bilan tekshirish. Yana bir noto'g'ri qarash. Men qishloqda yashayman. Menga bu tegishli emas. Tegishli bo'lishi mumkin. Chunki bank, pensiya, tibbiyot, mahalla, subsidiya, gaz, elektr, uy-joy, meros va boshqa xizmatlar shahar bilan qishloqni ajratmaydi. Elektron tizim hamma joyga kirib boryapti. Bugun sizga kerak bo'lmasligi mumkin. Lekin ertaga bitta hujjat uchun murojaat qilganingizda eski pasport muammoga aylanishi mumkin. Yana bir xato, pul to'lasam hammasi tez bitadi deb o'ylash. Rasmiy jarayonda kerakli hujjat bo'lmasa, hech kim sizga qonuniy tartibni chetlab o'tib ish bitirib bermasligi kerak. Aksincha, bunday va'da qiladigan odamlardan ehtiyot bo'ling. Pasport, ID karta, ro'yxat, ma'lumotnoma kabi ishlarni faqat rasmiy idoralar orqali qiling. Begona odamga pasportingizni, GSSR raqamingizni, bank kartangizni yoki SMS kodlaringizni bermang. 5 kun ko'pdek ko'rinadi, lekin hujjat masalasida juda tez o'tadi. Birinchi kun odam faqat xabarni eshitadi. Ikkinchi kuni hujjatlarni qidiradi. Uchinchisida idoraga boradi, lekin navbat ko'p bo'ladi. To'rtinchisida qo'shimcha hujjat kerakligi ma'lum bo'ladi. Beshinchi kuni esa hamma shoshiladi. Shuning uchun men sizga bugundan boshlashni maslahat beraman. Agar hammasi joyida bo'lsa, xotirjam bo'lasiz. Agar muammo chiqsa, uni muddatdan oldin hal qilish imkoningiz bo'ladi. Bu yerda eng katta foyda oldindan tayyorgarlikda. Masalan, siz hozir pasportingiz muddatini tekshirib, uning yana 3 oyda tugashini ko'rdingiz. Demak, siz shoshilmasdan yangilashga ulgurasiz. Yoki onangizning pasportida eski familiya bilan bog'liq noaniqlik borligini bildingiz. Demak, pensiya yoki nafaqa ishida muammo chiqmasidan oldin uni tuzatasiz. Yoki bankda eski pasport ma'lumoti turganini aniqladingiz. Demak, karta bloklanishi yoki xizmat rad etilishidan oldin yangilaysiz. Bugungi asosiy gapim shuki, eski pasporti bor odamlar 2 iyulgacha o'z holatini tekshirtirib qo'yishi kerak. Bu hammani birdek qo'rqitadigan masala emas, lekin e'tiborsiz qoldiriladigan masala ham emas. Pasport muddati. Ma'lumotlar mosligi, ro'yxat manzili, familiya o'zgarishi, bank va boshqa tashkilotlardagi eski ma'lumotlar alohida tekshirilishi zarur. Ayniqsa yoshi katta insonlar, chet elga chiqmoqchi bo'lganlar, pensiya yoki ijtimoiy yordam hujjatlarini rasmiylashtirayotganlar, uy-joy va meros ishlari borlar, bu masalaga jiddiy qarash kerak. Men sizdan bitta narsani so'rayman, bu videoni ko'rib bo'lgach, uyda o'tirib qolmang. Pasportingizni tekshiring, ota-onangiznikini tekshiring, qo'shningizga ayting. Kimdir bu ma'lumotni vaqtida eshitsa, navbatda sarson bo'lishdan, bankda rad javob olishdan yoki muhim ishini kechiktirishdan qutulishi mumkin. Izohlarda yozing. Sizda eski pasport bormi? Hujjat almashtirishda muammoga duch kelganmisiz? Sizning hududingizda navbatlar qanday? Like bosib qo'ying, kanalga obuna bo'ling va bu xabarni barcha qo'shnilarga, qarindoshlarga, ayniqsa yoshi katta insonlarga yetkazing. Chunki hujjat masalasida vaqtida ogohlantirilgan odam eng katta muammoning oldini oladi.